Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun men sizlarga Robert Hayzinning Yer tarixi nomli kitobini sharhlab bermoqchiman. Ushbu kitobda tug'ilish, yerning shakllanishi, katta to'qnashuv, oyning paydo bo'lishi, qora yer, ilk balzam qobig'i, moviy yer, okeanning shakllanishi, kulrang yer, birinchi grand qobiq, tirik yer, ilk hayot nishonlari, qizil yer, fotosintez va buyuk oksidlanish hodisalari, zerikarli milliard yil, mineral inqilobi, oq yer, muz shari, issiqxona sikli, yashil yer, yer biosferasining rivojlanishi, kelajak, sayyoraning kelgusi manzaralari kabi mavzularni o'z ichiga olgan. Yerning geologik tarixi, geologik vaqt shkalasi asosida Yerning o'tmishdagi asosiy geologik hodisalarini kuzatib boradi. Bu sayyoraning tosh qatlamidan o'rganishga asoslangan xronologik o'lchov tizimi. Yer taxminan 4,5 milliard yil muqaddam Quyosh tumanligidan Quyosh shakllanishining qolgan disk shakliga chang va gaz massasi to'planishi natijasida hosil bo'lgan. Quyosh tizimining qolgan qismi ham yaratilgan. Bundan tashqari juda ko'p ma'lumotlarni ushbu kitobdan olib o'qishingiz mumkin bo'ladi. Bu kitob O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 28-noyabrdagi Yoshlar uchun men kitob loyihasi amalga oshirish chora-tadbirlar to'g'risidagi 380-sonli qaroriga muvofiq nashr etilgan bo'lib, bundan tashqari hozirgi kunda Yangiobod tuman axborot kutubxona markaziga aynan shunday Yoshlar uchun men kitob loyihasi doirasida 27 nomdagi 270 nusxa kitoblarimiz kelib tushgan. Bu kitoblardan kelib bemalol foydalanishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.